Aka 1 minut vaqtingizni olaman, maylimi? Nexia 1 topdi, ko'rdinglar, g'ayrat ekan. Eng og'ir mashina mana shu Nexia 1 deb bildim. Akam qanaqa yurdilar bu mashinada bilmayman. Mana qarang. Nimalar qilib qo'yding deyishingiz mumkin. Zapchastlar hech qaysisi qo'yilmaydi. Motor bilan hadoga olamiz, hammasini narxi bilan aytamiz deganmiz. Akabini hammasini almashtiramiz. 8 gacha ishda nastroyka qilib qiynalib qopdi. Bu muammo emas. Eng joyi. Qani. Uzoqda o'qiyapti. Sog'insam kerak mashinani jonim. Aka 1 minut vaqtingizni olaman, maylimi? Apishkara chirib ketgan ekan. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Mashinangizni ko'rdim. Holati Assalomu alaykum. og'ir ekan. Mashinangizni agarda hop desangiz, adan yagacha 0 dan yig'ib bermoqchimiz-da. Agar siz hop desangiz, shu chiroyli qilib, yuradigan qilib bermoqchi deyman. Nima deysiz aka? Mayli. Bizning o'z shunaqa proyektlarimiz bor. Matiz qilganmiz, Tigo qildi, Damas qildi. Endi mana hozir ko'ryapman, holati juda og'ir ekanda. Nima deysiz? Mayli. Faqat ko'proq vaqt ketadi aka. Qancha endi? 1 oylik, 1,5 oylik ketadi-da. Hop. Bo'ldi, ketdi. Agar bo'sh bo'lsa ishxonaga haydaymiz, ishxonada qilib olamiz aka. Ketdimi? Qayerda ishxonanglar? Malikada aka. Yili necha aka buni? 98. Holati og'irlashib ketgan ekan ancha. Nima ish qilasiz aka o'zingiz? Men Yangiyo'lda dehqonchilik qilaman. O'zim ancha pishqon qolib ketdim-dagin, mana hozirroq 1-2 yildan beri dehqonchilik yo'llar o'xshamay qoldi. Mana bitta bozorchamiz bor, bozorchamiz buzilib qoldi. O'shaning anosiga alhamdulillah jon sog'ligiga shukr qilaylik, oilamiz tinchligiga shukr qilaylik. To'ppa-to'g'ri. Eng asosiysi shu-da. Hamma narsani bir hikmati bor. Shunaqa ekan. Kecha o'tirdik shu nima qilayotganmiz, mana nima bo'lar ekan. O'zi bir xil payt mana shunaqa o'tirsa o'zi yetkazib qo'yadi o'zi. Alloh. Bir xillar bunaqa deb yo'q. Dard kelganda ham, baxt kelganda ham shukr qilgin. Mana shu narsani hamma narsani hikmati bor. To'ppa-to'g'ri. Oldindan boshqa mashinangiz bormi yo'q? Yo'q hozir mashina. Mashina bitta. Ha, mashina. Uydan duo qilib chiqmadingiz deyman aka. Har kuni duo qilamiz, chiqsak Allohdan xalolos so'radi. Ko'chada kira qilay desa, bunga uncha o'tirgisi kelmaydi. Holati og'irlashib qolibdi-da aka, mashinangizni. Avtorejit kelingan ekanda, birinchi kuzatdim-da, orqadan tutun chiqyapti-da. Shunaqa. Yo'q, hozir men orqadan ham ovoz chiqyapti. Nimani ovozi dedingiz? Pachimlik ketganmi? Pachimlik ketgan. Pachimlikni 20 kun bir oyda 3-4 marta pachimlik almashtirdim. Bu sploshniy olish kerak dedi-da usta. Olamiz aka, inshaalloh. Olamiz. Nexia 1 topdi, ko'rdinglar, g'ayrat ekan akamizni. 1 oy, 1,5 oy deb aytdi, inshaalloh rozi bo'lasiz. Chiroyli qilib topshiramiz. Alloh rozi bo'lsin. Aka, bizga Neoline kompaniyasi bitta mashinani topgan degan, biz topdik. Shu mashinani kapitanni chiroyli qilib sizga topshiramiz. Neoline kompaniyasidan ham bitta duo qilib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Bu proyektni eshitdi, ne'matlar, senga ishonamiz. 3 ta proyekt qilding, 4-chisini qil. O'zi men plan bo'yicha 6 oydan keyin qilishim kerak edi. Yo'q, ukam mana deydi. Qilmasang bo'lmaydi deydi. Ular akalarimizga ham kattakon rahmat. Bu mashinani olib qoldi. Aka, Instagramingiz bormi? Yo'q, uni ochib berasizlar. Instagram ochib beramiz. O'zlariga yozasizlar. Rostmi, yolg'onmi? O'zi ko'chadan ko'rib qoldim akamni. Sirazi mashina qilmasa bo'lmaydi deb aytdi. Komanda bilan xullas qo'radigan bo'ldi. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Bitgandan keyin ko'rasiz. Bizni tanmaysiz. Tanmaysiz bizani? Yo'q, siz hozir ko'rib qoldim mashinada to'xtatdinglar. Men ham hayron bo'ldim endi. Shuncha odamning ichida mana akamga nasib qilgan ekan, videoni qo'yib boramiz akalarim.
Proyektlarning ichida eng og'ir mashina mana shu Nexia 1 deb bildim. Kapot, bir ahvol, krilolari. Mana qarang. Bamperga samolyot urib tashlashgan bor-ku. Mashina bakoyini qarang. Sinib ketibdi. Ikkiga ajrab ketgan, chirib ham ketgan o'zi. Tomlari ham olib-olib yotibdi. Salonga prosta kiramiz. Voy, obshivkalarni qarang. Okam qanaqa yurdilar bu mashinada bilmayman. Mana qarang. Mana qarang, salonni ham bu obshivkalarni, magnitofonni, ramkalari samolyot urilgan. Tabloni ramkasigacha samolyot urib tashalgan. Patologlar, sidinalar g'ichillab yotibdi. Motor pishib ketdi o'sha. Orqadagi pachinnilar ham. Ne'matilla nimalar qilib qo'yding deyishingiz mumkin. Bilaman, Nexia 1 yig'ish juda qiyin. Matiz qildi, Tigo qildi, Damas qildi. Ularning oldida Nexia 1 juda ham qiyin, chunki zapchastini bozordan topishingiz juda qiyin. Ana shu zapchastlar hech qaysisi qo'yilmaydi. Nimagaki bu adobi bo'lganda, lekin Avtitsin jamoasi inshaalloh uddalaydi. Chiroyli qilib akamizga yengidek qilib kalit topshiramiz. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bir sen kaldın geride, bir sen kaldın geride. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Mashinani choch bo'ldi. Endi motor bilan hadoga olamiz. Nechta rasxod ketar ekan? Sizlar bilan birga ko'ramiz. Mashinani ortamiz. Okiringizmi? Oqram sekin tushirib sekin. Bitta ichini ko'raveramiz. Qanaqasiz? Zo'r. Rahmisiz? Nastroyingiz? Yo'q, nastroyingiz. Nima? Kapotini bitta ochib ko'raylik. Qani bismillah yurib. Buni inshaalloh stok holatda qilamiz, aka. Bo'ldi aka. Oldi ko'tarilgan ekan, chashkalar qo'yib tashalgan ekan. Stok holatda boltlarni, shpikalarini qilib, Tegi ham achinarli holatda bo'lsa kerak, aka. bitta ko'tarib ko'ramiz. Tegini ko'ramiz, tegi qizuvroq motorga qaraganda. Shunaqa. Motor qanaqa deyapsiz o'zingiz, aka?
Motor zavod bo'lganda qanaqa edi? Men ko'rmadim zavod bo'lganda. Zavod yaxshi bo'ldimi? Zavod yaxshi bo'lyapti, lekin motor pishganda orqadan tutun shunaqangi chiqyotgandi. Ponni moy yeyotgan ekan, demak, so'nsa ekan, ishimiz tez va oson bitadi. Ponni kaprimont qilamiz. Ichkari kirib olaylik, gaplashamiz. Abdulaziz doktorga olib kelganmiz, mashinani polni qarab chiqdik. Okay? Eng qizig'i odamlarga nech pul rasxod ketadi. Videoni boshida ham chunki aytganmiz-da, motor, hadovoy, usti, ichki saloni hammasini narxi bilan aytamiz deganmiz. Nimalar kesib bitta ko'rib bering. Richi o'zida qoladi. Mana ikkita rezinkasi, to'rtta bu yoqdagi rezinkasi yirtilib ketgan mashinada, o'sha ezilib qolibdi. Almashtirish kerak. Gulshiter butun misol uchun. Gulshiter o'zi qoladi, rezinkasi bilan bu yoqdagi prokladka almashtiriladi. Ya'ni ketadigan narsalarni alishtirib tashlaymiz. O'shanda aniq narx chiqadi. Endi hammaga qiziqdi barigan. Mana mashinaga holatdagi mashinani ko'ryapsiz. Ustidan ham ma'lum, o'sha yetib kelganda mashina, motor ham qilish kerak, polni hadovoy ham qilish kerak. Endi polni deganda ketadigan narsani ketkizib, qoladigan narsani qo'yib, ish bo'ladi, okay? Bir Nexia qilganimizda, polni hadovoyni qilganimizda hamma narsa almashdi. Ya'ni 5 million 700 ming so'm bo'ldi. Hadovoy qismiga 4 ta podchimnik, amortizator, hamma rezinkalar taxminan shunaqa uslugalari bilan bo'ldi. Motori bo'ladigan bo'lsa, motorida 4 million 700 ming bo'ladi oxirgi marta. Общий 10 million nari berisi bo'lishi mumkin. Ya'ni oxirida shotini chiqazamiz. Abdulaziz doktor, menga olib kelmasangiz bo'lmaydi. Xohlasangiz pulga qilib beraman, xohlasangiz tekinga qilib beraman. Chunki birinchi videoyingizni ko'rdim, har bitta narsani narxi bilan aytilishi kerak deganlar uchun do'stimizga olib keldim. Sizga ishonamiz. Qilich qilib bering shu mashinani. Boshladi, okay? Biz endi ketdik. Voy, biz ketmadi. To'xtang, so'zlarni olaylik. Necha kunda bitadi, do'stim? Eng qiziq joyi. Inshaalloh 3 kunda harakat qilaman, va'da bermayman. Bo'ladi. 3 kunda. 3 kunda zo'r. Bizga yoqdi. Ko'rishamiz? Sog' aka. Baraka toping. Komandaga rahmat. Mashinani olib ketishga keldi. Akalarimizni bitirib qo'ydingizmi? Bitta hisob, aka, 3 kun dedim, inshaalloh va'da bermayman dedim. Bitta. Motor korobka yig'ilgan holatda serizda turibdi. Hadovoy ham polni yig'ildi, ruloyi ham ko'ryapsiz, yengibdi bo'ldi. Xo'p, endi bu kuzovnoyga boradi обязательно. Nima qilish yetmagansiz hali, o'zingiz e'lon berasiz. Shuning uchun motorni yig'madik. Ya'ni polni pokraska qilish kerak. Bargan separ. Undan keyin pokraska bo'lgandan keyin olib kelinsa polni motor yig'iladi radiatorlari bilan. Tegini ko'raylik. Bo'l. Olib kiramiz ha? Olib kiramiz. Новый герой, ты будешь здесь, я знаю. Тебе обычных дел сюжет мешает быть со мной. Mashina lekin ishoninglar, вообще boshqacha chiqdi aka. Nimalarni alishtirib tashladingiz? Okay, tormozniy sistema polni almashdi, motor bilan korobka qismi ham. Hadovoyda faqat rezinkalar almashdi, old amortizator almashdi, orqa amortizatori yaqinda yangi qo'ygan ekanlar, zo'r turgan ekan. Mana bu o'zini eski zapchastlari. Okay, o'zini zapchastlari. Men to'g'risi hadovoyga unaqa tushunmayman. Bitta tushuntirib bering, informatsiya berib keting. Xo'p, ko'rib turganlar tormozniy sistema, mana amortizator, bu yoqda hammasi rezinkalarida. Okamlar aytdilar, deyapsiz, orqa podchimnikni bir 4 marta almashtirdim dedi. Mana shu stupissasi ketib qolgan ekan, shu qiyshayga. O'sha zboriy podchimnikni hammasini almashtirib yubordik stupissasi bilan birga. Motor nima bo'ldi aka? Motor tayyor turibdi, tormozniy sistema ham tayyor turibdi. Kuzovnoydan keyin mashinaga taqib olamiz. Ha, demak, mashina polni ichi sepiladi, qo'rg'alari bilan. O'shaning uchun hozirchalik motorni qo'ymayapmiz. Yo'q, qo'ymadi. Tayyor turibdi lekin, qo'yib zavod qilsak bo'ldi, aka. Dvigatellarigacha polni mehr berib qo'yilgan ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, nechta bo'ldi aka rasxod? 9 million 480 ming. Endi biza kuzov ekspertga ketamiz. Rahmat. Где ты, мой новый герой? Ты рядом здесь, я верю. И весь привычный узкий круг мешает быть со мной. Alloh sabr bersin. Aka, mashinani ko'rdingiz videoda ham. Bitta rasxodlarni hisoblaylik aka. Rasxodni men hisobladim. Hozir qarang, nerealniy summalar chiqib ketdi, lekin biz nech pul chiqsa ham tayyormiz, aka. Summalarni ko'ryapsizmi, aka? 1 million 280 ming kaput, 420 ming ustritr,
4 teshikni почти 800 dollar deyishyapti aka. U Spark'ga eshigi qimmat bilaman. Undan ham qimmat bo'lib ketyapti. Nexia 1 bor-ku, mana shu Spark, Gentra hammasidan eng qimmati Nexia 1 aka. Nexia 1, Nexia 2 bir xil bo'ladi, ito pulga ham yo'q. Biz topib beramiz deyishyapti aka. Men ham bilib tanlanman-da aka. Eng qimmat proyekt mana shu Aka, kerak menimcha. nimani alishtirib tashlaymiz? Ayting. Kapot alishadi 100%. Aka, kapot 200%, krilo, 4 teshik, bagaj, kabina hammasini almashtiramiz. Tayyor turing, tayyor turing, tayyor turing aka. Mayli. Sizga Xudo sabr bersin aka. Biz Xudo xolis qilamiz. Bitta qol qolgan Nexia birlar mash chirib ketadi-da. Bu qo'shalik uncha chirimabdi aka. Ayol tarafni ko'ring aka. Ayol tarafni qarang. Chirib yotibdi, mana qarang. Bu yog'ini ikki yo'q qarang. Bu yog'ini emas, ikki yog'ini 100% mana shu paroklar bilan almashtirib yuboramiz. Mana bu narsani bekorga qo'yilmagan. Buni parogini tegi chirib ketgan aka. Ammanki bo'lsin deb buni qo'yib qo'yishgan. Matizni qilganlar ekan, bilasizlar. Mutlaqo bepulga. Damazni o'zlari qilib berdilar, chiroyli qilib. Lekin bu Nexia 1ga pul olasiz. Nimagaki aka? Neoline kompaniyasi pul ajratgan-da menga. O'shanga narxini etib chiqyapmiz. Hozir hadovoy dollarda etib ketaman. 780 dollar bo'ldi motor bilan. Xo'p. Bu yog'ini Kuzov taxminan общий mash eshik, kapot, fara, mara hammasi 1000 dollardan 1,5 dollargacha bo'ladi aka. ha, zapchasti. Zapchastini o'zi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu hammasini oxirida aytamiz. 1000 dollardan 1,5 dollargacha. O'shanda 4 teshik, mechi, ramadi hamma narsa kirib ketadi. Xo'p, Nexia 1 qilamiz ham, 2 qilamiz ham. Mani fikrimni so'rasizmi? Ha. Menga Nexia 2 aka. Hop, mendan so'ramaysiz? Sizga nima qilamiz aka? Sizdan ham so'raylik mana. Fikrimni aytolmayman akalarim. Sizlar o'zingiz yozib ko'ringlar. 1mi, 2mi boshim qo'yapti-da. Men nimaga 2 deyapman, bilasizmi? Nexia 2 yengichada, menga yangi mashina yoqadi. Damazdan Mercedes bo'lsa, yengicha qilaylik yoki 2 qilaylik, Damaz 2 qilaylik dedim. Endi unda Damazda ovozga qo'ydik. Yangicha morda, eskicha morda, eskicha morda yutuvdi. Endi bunda qaysi biri yutar ekan akalarim? Yordam berib yuborasizlar, bo'ldi. Xo'p, o'zingizga ayting endi. Biz ham aka eng qiziq joyiga keldik. Aylantirib olib kelib qo'ydingiz yana. Akam meni. Nech pul qilib bering aka? Yo'q, men bilmayman akalarim. Qancha arzon qilsangiz, o'sha pul mashinaga yetsa bo'ldi bizga aka. Bunaqa ishlar o'zi bizda qimmatroq qilinadi. Bunaqa kam ham keladi bizga aka. Mashinasini yaxshi ko'radigan insonlar keladi bizga asosan. Shunaqa? Siz bizning yaqinimizsiz aka. Savobli ishda birga bo'ldik. Ikkita mashina tekinga qildik. Sekin-sekin mana pullisiga ham chiqamiz, oxirigacha birga bo'lamiz inshaalloh. Gap pulda emas, lekin bu ishga pul tikilganiga pul olamiz aka. Bitta dangalni aytaman. Turing. 4000 qilinadi bunaqa ish. Sizga limitingiz bor. Ha. 50% skidka qilib beraman aka. 2000 dollar. 2000. Bo'ladimi? Atak 4000 ni hisoblaymiz. 4000 dollar bunaqa mashina sepiladi. 780 dollarga 4000 dollar tikildi deydi, to'g'rimi? Shunaqami? Ketdi. Hop, dalshi bo'lishi, zapchasi bor, u bor, salon bor, hali yana pul ketadi akalarim. Aka necha kunda bitadi? 20 kunli bering bizga. Yo'q, 20 kun. kun. Bir oy demayman. Normal. 20 kunlarda inshaalloh qilamiz. Chunki ko'p narsa yangi qo'yilyapti. Ko'p kuzovchilar o'zi bilasizlar, sal vaqtda adashilinadi, lekin akam inshaalloh 15 kunda qilib beradi. Yo'q, 20 kunda qilib beraman. Ya, unaqa ish qilmang. O'zim tez etdim. Aka, shu yangi, kapot yangi, krilo yangi onasini ham. Bo'ldi, qarang. Hammasi yangi bor. Qarang. Hop deyman-da. Bilganimni qilaman. Mayli. Akamizga mashinani tashladim, bilganlarni qilsinlar. Inshaalloh 20 kunlarda bitiramiz. Sergeli mashina bozorida aka vaqt ko'p o'tganda oldinlar. Yoshlikda. Ha. Mana shu yerda bozori bo'lardi, akalarimizning bozori. Tarixi bor aka. Ha, pollarni ardirdilar, maytafonlarni, kolonkalarni tozalab, polirovkalar qilib, buv olib turib sotardi, yangi mahsulotlar ham sotardi. Ish qilib akalarimiz rasi kaltiyib, mana shu yerda katta bo'lganmiz. Mashta kelsangiz nimani o'ylaysiz aka? Mana shu yerda men odam bo'lganman-da, mana shu tarbiya olganman-da. Odam bo'lgan joyga kiramiz aka. Kiramiz yana. Bitta narsani aytib ketdi, o'sha paytda akalar urishardi, aka. Ha. Ana
xafa bo'lardim. Men eng kichkinasiman, xafa bo'lardim. Akam meni yomon ko'rarmikan deb o'ylab qolardim. Endi yillar o'tib sekin-sekin tushunarkansiz, akangiz begordan begorga urushmagan ekan. Begordan begorga sizni xafa qilmagan ekan. Odam bo'lsin, ertaga katta bo'lgandan keyin qiynalmasin deb turib, ota o'rnida ota bo'lishga men akalarim. Jigarlar faqat yaxshi bo'lsin deyishadi. Ketdi. Abdumanishdan chiqardi o'sha paytda. Kolani olardi. Men lekin erkak olardi. Ha, sekin o'tirib, hech kim gapirmasdi bunga, bor. Bozorni oshi zo'r, bozor ishlaganlar yaxshi bilishadi. Shashlisi ham zo'r. Yodgor akamni shashliklari hozir bormi, yo'qmi bilmayman. O'sha paytda bolkanon bilan tiqardi u, bor-ku. Suvlida. Bu yerda shunaqaki, sodasi zo'r odam endi o'sha payt. Unga o'z bozor 4:30 da svet o'chirardi-ku endi o'sha payt 5 da. Sodasi bo'lgan odam klientga yo'di bo'lmasdi. 7-8 gacha mana shunda nastroyka qilib, apparaturani mana shundan keldi. Ertalab soat 6 da chiqilinardi bozorga. 5 da 6 da ketilinardi. 6 da chiqarmadik. Ha, men endi o'sha payt shunaqa edi 6 da. Keyin ular sekin-sekin o'zgarish bo'lganda 8 bo'lgan. Men eslayman, 9 da do'kon ochilishi kerak bo'lardi, polartardik. O'sha hozir bilmayman 11 da ochilsa kerak bozor. 5 ga yopilsa 11 da ochiladi. Lekin hali ham o'sha bozorni anaqasi bor, vibe deydimi, nima deydi, ani shukuhi bo'lib turadi. Hozir men Nexia 1 oladigan bo'lsam, yig'adigan bo'lsam, ham qiyin bo'lsa kerak. O'shaning uchun o'rtoqlar Nexia 2 qilib oladigan bo'ldi, rozi bo'lasizlar, chunki hozir Nexia 2 bo'lgani bilan ikkita ish u. 1-2 farqi yo'q, bariga ham. Maza qilyapman-da, aka men. Nimaga? Nexia 2 bo'lyapti-da. Ha, Men Nexia 2 dedi-ku. Nexia 2 qo'ramiz. Mana shu anchalik. Assalomu alaykum. Ishi bozor chiqadi-yu, O'zbekiston bo'yicha yo'q. Endi chiqdi bu ham, yengilib ham. Oling shuni, kam ko'rsating shuni. Shuni oling, shuni. Yengilib bu. Nexia 1 deb ovoz berganlar juda ham ko'p bo'ldi. Xafa bo'lmanglar. Nexia 1 qilingandan keyin aka salonda Nexia 1 qilishga to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa. Apshifkalarni alkantara, torpedkalarni alkantara qilishga to'g'ri keladi. Chunki koja qiladigan bo'lsangiz Nexia 1 apshifkalari osilib qoladi. Dehqon odamga, akam dehqonchilik qiladilar-ku, har 6 oyda ximchiska qilib yurishlariga to'gri keladi. O'shaning uchun ham siz aytganingiz bo'ldi. Nexia 2. Nexia 2 bo'ldi. Hamma zapchastani oldik. $1600 oshib ketdi zapchasi. Hamma narsa absolutni yangi bo'ldi. Endi buni olib borib ishxonaga qo'yamiz, aka. Mana qaranglar, men buni bilaman. Bu-chi aka bir yo'q bakabina bo'ladi. Paroklar chirib ketgan edi-ku. Ha. Hammasini almashtirdim. Bundan ikkita oldim. Ikkita oldim. Shu 4 ta oldim. Shu 4 ta oldi. Eng qizig'ichi bitta ishi yo'q. Seshanba kuni olib kelib berishar ekan. 3 kun kutamiz. Nexia 1 bo'lsa, вообще 1 yilga olib ketadi mashina. Torpedkalar yo'q, aka. Fara, bagaj, krilo, mana mashina ko'rayotgan hamma narsangiz olindi. Biz endi ishxonangizga boramiz-da. Nexia 1ni bitta ko'rsatmasa bo'lmaydi sizlarga. Hamma sog'inib ketdi, aka. Juda ham ko'pchilik yozib tashadi-yu. Mehr ko'zda akalarim, dilxiralik bo'lmasin. Biz ishni boshladik. Ko'zim oldidan o'tdi yoz, harakat qildim tinmay, lekin erishganim oz. 7 kunim birday, afsus hayotim oddiy irodamni. Nima yo'qotsam ham yo'qotmadim irodamni. Ko'zim oldidan o'tdi yoz, harakat qildim tinmay, lekin erishganim oz. 7 kunim birday, afsus hayotim oddiy irodamni. Nima yo'qotsam ham yo'qotmadim irodamni. Ko'zim oldidan o'tdi yoz, harakat qildim tinmay, lekin erishganim oz. 7 kunim birday, afsus hayotim oddiy irodamni. Nima yo'qotsam ham yo'qotmadim irodamni. Variylar bor, Nexia 2 qilmoqchi edik. Biz Instagramga qo'yib boramiz, lekin YouTube'da jamlab mana endi sizlar ko'ryapsizlar. Instagramda ko'pchilik yozib tashadi, 2 emas, 1 qilgan deb. O'shaning uchun biz hozir 1 qilishga qaror qildik. Toshkentdamiz hozir, soat kechqurungi pashti 2 bo'ldi. Komanda bilan Qo'qonga ketyapmiz, chunki ustini 1 qilgandan keyin salonni ham 1 qilishga to'g'ri keladi. Endi bir zapchaslari juda ham qiyin. O'zi ko'rayotgan odamlar ham o'zi biladi. Shuncha proyekt qilgan bo'lsa, birdagi qiynalish bo'lmagan. Sergeli bozorida, Farxatskiyda bir zapchasini topish muammo.
biz inshaalloh yangi detallarni olishlikka harakat qilamiz. Bu detallar faqatgina Qo'qonda bor ekan. Akalarim duo qilib turasizlar. Biz o'g'ilcha bilan Qo'qonga ketdik. Lina bitta minusi bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 95 deb yozib qo'ygan. Bunga 92 qo'ysanglar, motoringiz taqillaydi. Endi viloyatga chiqqaningizda 95 top sal muammoroq. O'shaning uchun hozir biz betonkadanmiz, Toshkentdamiz. Hali ham kuyovimiz pony bak. Hop. 65 litr bilan to'ladi. Kamida 8000 so'mdan oshadi. Hozir biz polibak bilan Qo'qonga kirib boramiz. Kirib boramiz. Ha. Ketdik biz Qo'qonga. Xullas, siz tushunishingiz uchun prosta apshifga e'tibor berasiz. Masla, yangi, hali Nexus taqilmagan, даже torpedkalargacha yangi oldi. Ichkariga prosta kiramiz. Akalar, Toshkentdan topa olmadi. O'shaning uchun Nexus 1 usti qilinyapti, 2 emas. 2 ham 1 qilinyapti. Mana qaranglar. Patulon ko'ryapsizmi? Patulon ham yep-yangi. Mana bu qarang. Patrinni, torpedkani ko'rganmiz siz yangisini. Taqilmagan. Masli. Eng qimmat proyekt menimcha hozirchalik Nexus. Shunaqangi pul ketyapti endi. Matiz qildi. Damas qildik, Tiko qildik. Endi Nexus. Kursdamiz ama. Kursdamiz. Yaxshilab joylashib olinglar, yaxshilab. Eng qiziq joylariga keldi. Torpedkadan ketdi Abdumajid. Torpedkani yangisini ko'rganmisizlar? Bu torpedkani yangisi Toshkentda ham, boshqa viloyatda ham menimcha bo'lmasa kerak. Biz lekin amallab, qiynalib topdi. Masli. Yangiligini isboti mana bu soat joyi butun turibdi. Taq kesib olib soat qo'yiladi bu yoqqa. Mana buni ikkiligiga ahamiyat berasizlar. Bu Gem original, masli, taqilmagan. Nexus 1 haydaydigan akalarim menimcha kasal bo'lsa kerak. Abdumajid barxitni qaranglar. Masla-yu. Endi bu bir 2007, 2006, 2005, 2008-yillar juda ham yaxshi eslatib yuboradi. Qo'limdagi rul undan ham yaxshi eslatadi sizlarga. Qaranglar. Juda ham boshqacha. Buni 3-varianti ham bor, Leganza. U juda ham legendarniy rul hisoblanadi. Lekin Nexus 1 haydagan akalarim menimcha bu videoni ko'rib, bu proyektni ko'rib maza qilyapsizlar-yu. Nexus 1 mana original farasi и original tumankasi akalarim. Dashi bor-u, kalti ko'ryapsizmi? Masla. Tabloga ahamiyat beringlar. Bu men endi shunaqa ma'lumot eshitdim. 2005-yilgacha Koreyadan oq bo'lib kelgan. Undan keyin o'zimizda chiqishni boshlagan, ya'ni stelkasini qizil qilishgan. Klipsi deysizmi, magnitofon ramka deysizmi? Voy, hamma narsa bor, hamma narsa bor. Ani oyna ko'taradigan motorchilargacha ham olyapmiz-da. Umumiy hisobda bitta mashinani zboriy saloni mana shu turibdi hozir. Xo'p, akalarimizga kattakon rahmat. 1700 nech pul bo'ldi? $1750 bo'ldi. Uni bizga qilib berishdi. Ha, prosta ani o'zingiz mashinangiz bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa mehnat qilyapmiz, o'zimizni mashinadek kayf qilyapmiz, qo'pol bo'lsam aytmayman, mazza bo'lyapti bor. Qo'qon shahrida shunaqa yaxshi insonlar ko'p ekanki, prem aloqaga chiqishdi. Keling, top beraman. Bor, original zapchastlar deyish, to'g'rimi? O'zi endi begonaga bo'lganda menimcha bunaqa pulga bitmasdi. Endi begona deganda endi biz ham begonamiz akalarimiz uchun. Prosta mana shunaqa proyekt qilayotgan ekanlar. Biz ham azizchani o'zimizdan hissam bilan qo'shaylik. Hamma narsani o'z narxini berishni deyolmayman-ku, lekin ko'p narsa bo'lib ketdi. Narxi anchagina yumshoq bo'lib ketdi.
Endi bir siz mashinangizga yig'dirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoda ko'rib turgan hamma narsangiz где-то 2,5 ming dollarlar atrofida yig'iladi deb aytdilar. Endi bu taxminiy narxlar. Xullas shunaqa endi nima deymiz? Prosta ko'rib maza qildik, shunaqa narsalarni hali ham 10-15 yildan beri saqlanib qolganligiga hayron qoldik. Gap so'zlarga e'tibor bermaysizlar, sal sovuqda, o'shaning uchun gaplar ham zo'r ketmayapti. To'g'ri qabul qilasizlar degan umiddamiz. Biz Toshkentga ketdik. Hayot qiziqda. Muloyim bo'lsang, latta ekan deydiganlar topiladi. Qattiqqo'l bo'lsang, bemehr bag'ri toshga chiqarishadi. Ilmdan gapirsang, amal ham qilish kerak deyishadi. Amal qilsang oldin yaxshilab o'rgan deyishadi. Maqtasang yaxshi bo'lasan, lekin tanqid qilsangchi, ichi qora yomon bo'lasan. Haqni gapirsang, hozir o'rin emas deyishadi. Indamasang qo'rqoqqa chiqarishadi. Boy bo'lsang haromdan topgan, kambag'al bo'lsang esa dangasa bo'lasan. Odamlar shunday birodar. Ular baribir gapirishadi. Çırpınıp da şanoya çıkınca eğlen şanoda kalacak kızım. Urun kaşaltından bakınca can telef ediyor güleceğim kızım. Mashinaga prosta e'tibor berib qaraysizlar. Mana shu odamga kattakon rahmat. Aka, bu nima dedingiz? Qanaqa oq dedingiz? Oqqa oppoq aka. Yo'q, oqqa oppog'i. Xo'p, endi mana odamlarga, ko'rayotgan insonlarga ham bitta nima uchun unaqa deyotganingizni o'zingiz bitta ko'rsatib bering. Bunaqa rang O'zbekistonda yo'q. Bu imенно mana shu Nexus uchun oq kraska sepildi aka bunga. Ya'ni o'zimizning O'zbekistonda Malibu deysizmi, Gentra deysizmi, Любой, hammasidan oppoq, to'g'rimi? Oqqa dodasi mana shu oq bo'ladi aka. Akalar, Nexus haydaganlar bor, yurakni qizartirib qo'yasiz. Shuncha mehnat qilinyapti. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Mana usti 100% почти bitta, lekin mayda-chuda narsalari bor. Ya'ni molding, поворотниклari, orqadagi Zborka aka. Polni yig'iladi. Polni zborka bo'ladi. Gap spoti bilan bitta ko'rsangiz bo'ladi. Nexus 3 rangini ko'ryapsiz, oppoq. Nexus 1 u ham oppoq. Bu ham aka yangi mashina, eski mashina emas, mo'yka qilingan ideal mashina. Lekin bizaniki oq. Chunki bu oppoq aka. Qaranglar, men mana shundan chiqamiz. Oq. Mehr ko'zi o'yapti akalarim. Xullas, aka, qanaqa qiyinchilik bo'ldi endi? Ayting bundoq. Nimasi qiynadi buni? Hamma ishda qiyinchilik bo'ladi. Bunda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin biz bilasiz aka, cho'tki qilib bitirdik. Qiyinchilik birinchi o'rinda bu svarka jarayonida bo'ldi. Mana shu Nexus haydaganlarni hammasi biladi, gemoroy degan narsa bor. Gemoroylar absolyutni hammasi noldan qilindi aka. Ustrid qilindi-da xullas. Mana shu krilodan tortib, bagajli, 4 eshik, kapot, hammasi yangi bo'ldi. Hammasi yangi. O'zi mashinaning eski holati ham vashshi bo'yotdi. Juda ham hollanib yotibdi, saloni ham, usti ham. Men endi bilasizlar, Abduqodir akamga ishonaman. Nimaga? Chunki matizni qilib berganlar, mutlaqo bepulga duo uchun. Endi aytib ketaman, o'rni bo'lyapti. Ya'ni nimaga aytilyapti bu narsalar? Mashinaga proyektlar ko'paysa, mana sizni sohangiz bo'yicha, bizning sohamiz bo'yicha biz xursand bo'lamiz. Lekin o'shandan keyin ko'paydi, aka. Uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Ko'chalarda, servislarda, boshqa sohalarda ham mana shuni ehsonga qiladiganlar ko'payib ketdi, aka. Damazni ham qilib berdilar. Mana hozir Neoline proyekti bo'lganligi uchun pulli temada, pulga tekin temada, tekin har doim nima bo'lsa yolingdaman deyaptilar. Birgamiz inshaalloh. Baraka toping aka, mana eng shirin joyi. Qani. Uzoqda o'qiyapsiz. Uzoqda o'qiyapsizmi? Zo'r qilib berdilar. O'zi Nexus unaqa narsalar почти ko'p qilmaydilar. Просто
Avtitsi bo'lganligi uchun yordam Ya, ekan. Rahmat. Biz ham mashina tanlamaymiz, aka. Mashinasiga kelishsa bo'ldi. Ha, Ko'ramiz. soqqasini bersa, любой mashina. Mashina tanlamaymiz. Biz hamma narsa mashinada, aka. Mehnatiga yarasha olamiz. Salonni ko'rsatamiz ham, Abduqodir aka. Ko'rsating, aka. Do'xtim bu yog'i qulab. Ye. Qulab qo'ydi, chunki rezinkalari yo'q. Voy! Mashina mayli, mana qilaman. laboydan ko'rsat, kechaman, laboydan. Ichini ko'ryapsiz, polniy sepilgan orqa. Ya'ni motor ichlarigacha sepilganda. Polniy sepildi. Polniy. Akmal akamga rahmat deb qo'yib, ana oyna qo'yib berdilar akamiz. Oldi, Yo'q. orqa, yo'llarni ham qo'yib beradilar. Lekin Matizga ham qo'yib beradilar. Matiga ham Yaxshi inson qo'yadi. bilasiz. Zo'r inson. Hop, aka endi buni nima qilamiz? Bu Bakoyi qora qo'yamiz shu bo'yicha. Bakoy qora поворотный bo'ladi, aka. Lekin unaqa bo'lmaydi. Agarda tushungan odam aytadiki, xunuk qilib qo'yibsan deydi. Stok qilamiz, mana nimadir qilib teshiyorsiz. Bo'ldi, agar men nimaga unaqa dedim, men поворотный yo'ligiga bu yangicha krilo-ku endi. Shuni hisobiga поворотный yo'ligiga men поворотный qo'yamiz dedim. Buni men o'zim bolalarni jo'nataman, ishxonangizga akkuratni teshib, поворотный qo'yamiz bo'lmasa. Zazorlarni ko'ryapsizlar, ideal holatda bo'lgan, lekin 100% bo'lmadi. Bizda срочный bo'lganligi uchun bu yerdan biz hozir polniy shumka salonni yig'gunimiz uchun akalarimizni zazorlarni ideal holatda qilib beradi. Mana shu rezinkalar qo'yilgandan keyin mana zazorlar, mana kapot zazori, ligrovочный rezinalar bor-da. Hammasi qo'yilgandan keyin mana shu o'q bo'ladi, aka. Bo'ldi. Akam baraka topsinlar, akamizga kattakon rahmat. Endi biz Avtitsinga borib, yana dal shu mehr beramiz. Aka rahmat. Yo'q, sizlarga yo'q endi. Qutulingizmi? Sog'inib qolamiz. Sog'inib qolasiz. Sog'inib qolamiz. Orqamdagi mashina tayyor bo'ldi. Rangini oppoq qildi. Prosta rangiga e'tibor bering. Bu oqqa eng oqi bo'ladi. Yoniga yana bitta oq mashina qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bu ajralib turadi. O'zi Nexi 2 qilmoqchi edik, lekin Instagramga qo'yganimda hamma Nexi bir qilish kerak. Rasxoddan qochyapsanmi deydi. O'zingizlar ko'rdinglar, bu mashinaga nech pul ketdi? $10,000 oshiq pul ketdi shu mashinaga. Juda ham ko'p mehnat ketdi. Bu mashinani biz 3 oy ichida mashq holatga olib keldik. Tashqaridan boshlaymiz birinchi. Fara original bo'ldi. Polniy kuzov pashti tomdan tashqari hammasi yangi bo'ldi. Pashti hamma narsa jim bo'ldi akalar. Tonirovka qurdik. Faralar qo'ydik. Bagajlar, xullas mashinaga bor mehrimizni berardi. Mashina prosta sizga yoqqan bo'lsa, shuncha mehnatga like bosib qo'yasiz. Hozir egalarni kutyapmiz. Menimcha kelib qoldilar shakil. Alo. Alo. Okam. Yangidan o'tamiz Mo'sutdan. Olib kelyapsanmi akammi? Ha, yangidan Mo'sutdan o'tamiz. Bo'l. Oka kelyaptilar. Ungacha ham tez obzor qilib tashlayman. O'zingizlar ham ko'rasizlar emotsiyalarni. Salonga kiramiz. Mana qarang. Yangi obshivka topish muammo bilasizlar, lekin biza uddaladi. Mana bu barxtlari ham yangi turibdi. Hali taqilmagan. Biza mana shu mashinaga taqib berdi. Salonga prosta kiramiz. Sidinalar hadiya bo'ldi.
do'stimiz, andijonlik akalarimizdan. Torpedga yengi o'zim korobkasini ochib qo'ydim. Tablolargacha ham yengi qo'yildi. Mana bu rulni kim eslayapti akalar? Leganza rul. Voy, vapshi jononda. Tank magnitofon kassetalari bilan ishlaydi bu. Mashinani ko'rganda yoshlik esga tushadi. Ovozini eshitib ko'ramiz. Даже shumizolyatsiyalarigacha bo'ldi akalar. Patologlar yangi qo'yildi. Antiradar 7700 qo'yildi. Bu mashinani rasxodini men qilmayapman. Neoline kompaniyasi shu mashinaga pul ajratgan. Bitta pochkadan rasxodi oshib ketdi. Nimaga shuncha pul ketdi? O'zi salonni tuning qilmagansan, ustini tuning qilmagansan deyishingiz mumkin. Lekin mana shu obshivka, torpedka har bittasi narxini общий hisoblaganingizda, shuncha mehnatni hisoblaganingizda shuncha pul chiqib ketdi. Bular topilmalar-da, topilmalar. Topish qiyin. Qo'qonga borib olib keldi, o'zingizlar ko'rdinglar-ku. Ular shu ligirovkalargacha bo'ldi. Yopilishini ko'ryapsizlar. Voy. Motor, hadoylargacha bo'ldi. Kapotni ochib ko'ramiz. Bakovoy, ular gapirsa-chi, gap vapsh ko'pda akalar. Mana. Ko'rayman motori. Polniy motor bo'ldi. Korobkalarigacha bo'ldi. Yopamiz. Hop. Bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Ko'ringlar o'zingizlar uchun. Skorost usti bor-ku. Matvi. E'tibor bilan qarasangiz bo'ladi. Bu ham jim bo'ldi. Mana mengacha ham ishlaydi. Qani. Voy, ana nemaga kirishdi ana. Prikuritorlargacha ham yangi bo'ldi bor-ku. Xullas, mashinani tez yopishim kerak hozir. Egasi bilan yana ko'rsatamiz sizlarga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? O'g'lingizmi? Yaxshimisiz? To'g'risiz? Keling aka. Mashinangiz bitdi. Internet ko'rgandirsiz? Keling. Inshaalloh. Ochamiz endi aka. Keling. Bismillah. Ana. Oy. Ana. Rangi oppoq bo'ldi aka. Rahmat. Zo'r chiqdi inshaalloh. Juda ham ko'pchilik stasini qo'shgan Nexi bo'ldi-da aka. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Aytganingiz kelsin. Tamosim o'z mashinangiz aka? Yo'q. Bular ikkalasi. Ikki dunyo o'qib. Shunaqa akajon. Voy. Boshqacha bo'lgan. Yo'q, oldin salondan chiqargan mashinalarni hammasini qildi. Barcha inson Alloh rozi bo'lsin. Aradagi 4 ta proyekt qilgan bo'lsa, eng qiynagani mana shu bo'ldi. Yo'q, ko'rdim. Qayta buzib turib anaqa tank magnitofon qo'ydi aka, shu yoshlikni eslatgan holatda. Kassetalar bor bu yoqda aka. Rahmat. Bandacho'larda. Zavat qilib ko'ring endi akajon. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q. Ya chir. Va Hashimman. Aka, mashinaga bizni mehnat qildi, to'g'ri, lekin Neoline kompaniyasi bizga ishonib, bitta yaxshi odamni top, sizni 3 kun qildirdi. Ya'ni sizga nasib qildi shuncha odamlarning orasidan
o'zingiz ko'rdingiz, tabiiy sizni taniyman. Shunday yo'lda ko'rdim. Mana shu odamning mashinasini qilish kerak dedim. Alloh rozi bo'lsin. Milan kompaniyasiga ham hammasiga qo'li tekkanlarni, ajratganlarni hammalariga Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasiz akajon. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim mana shu qilgan ehsonlaringizni daryo qilib qabul qilsin. Hammani uyida mana shunday xursandchilik kunlarga sababchi bo'lib qolinglardan hammalaringni bolalaringgacha duo, ota-onalaringgacha duo qilyapsiz. Milan kompaniyasiga hammalariga Alloh rozi bo'lsin. Mehnatinglarga rozi bo'linglar. Allohim xayrli barakotli qilsin hammamizga. Allohu akbar. Sizga o'sha 77.00 amperadan taqdim etishdi. Mashina zo'r bo'ldi inshaalloh. Aka, maza haydab yurasiz. Neoline kompaniyasiga ham katta rahmat. Uncha kompaniya qilmaydigan narsani qilib tashlashdi. Yo'q, rahmat. 10 ming dollardan oshiq pul ketdi deb Ko'rdim, ikki qayta o'tdan buzib turib. Qari, rullarni hadya qilishdi, sidinalarni hadya qilishdi aka. Hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Aka, xayrli bo'lsin. Rahmatulloh. Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'lsin. Haydab ketaverasiz akajon endi. Mashina sizniki. Rangi ko'kiydi, oq bo'ldi aka. Lekin baribir odam u bilan buni qandaydir undoq qilib o'tirganda ham nima desa bo'ladi. Boshqacha anoda. Navbatdagi nomerni ko'ramiz aka. Qani? Bismillah. Oy, yopishib qoldi-ku Neoline. Oy. Mana. 701 nomer bo'ldi. Dinor raqamlari ukamizni. Damazga taqdi, Nexiga taqmasa bo'lmaydi deydi. Alloh rozi bo'lsin. Chiroyli bo'ptimi aka? Zo'r. Akamni qiynamaymiz. Rahmat, duo qilib qo'yinglar bo'ldi. Bizga hech narsa kerak emas. Joningiz sog' bo'lsin. Mehr ko'zda dil qirali bo'lmasin. Yorgunum, yorgunum senin yoluna ölürüm ben. Yorgunum, yorgunum senin yoluna ölürüm. Yorgunum, yorgunum senin yoluna ölürüm. Mehr ko'zda akalarim, dil qirali bo'lmasin. Yelkamni zimmadan qutuldim. Endi mazza qilib uxlayman. Charchab qolmanglar. 3 oy o'tib ketdi. Nima deysiz o'zingiz? Kimga? Vaqt o'tib ketdi-da, 3 oymi, 4 oy o'tib ketdi-da. Men ana o'sha charchoqlar bor. Hozir mana bitta egasi emotsiyasi bor, ana. Duo qildilar hammani. Mana mashinaga qancha inson mehnat ketgan bo'lsa, duo qilaman deb o'sha yerda o'zim mazza qilardim, aka. Hammasini bittada shuni esdan chiqdi, aka. Shu charchoq, hammasi, aka. Taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi, do'stim? Zo'r bo'ldi, zo'r mazza qilishdi. Hammamiz qattiqroq ham jigar. Akam nima qilib berdilar? Qo'li bizga yig'di. Juda qattiq mehnatimiz ketdi, lekin Taassurotlar qanaqa bo'ldi? Sog'insam kerak mashinani akajonim. Mana sog'insam kerak. Nimaga ancha-muncha mehnat ketdi-da. 4 ta proyekt qilgan bo'lsa, eng qiyini mana shu Nexi 1 bo'ldi. Nexi 1 yig'ishdan oldin prosta miyanglarni dam oltirib keyin yig'sanglar bo'ladi, lekin juda qiyin bo'ldi, ora.